Ay, og'riyapti. Qo'yib ber meni. Sunsiyay. Oldin faqat ishimni saqlab qolish uchungina senga chidadim. Meni xafa qilish oson deb o'ylayapsanmi? Bu yerda kim shovqin qilyapti? Janob raisga tinchlik kerakligidan xabaringiz yo'qmi? Janob aka, bu odam Luam akimni dam olishiga xalaqit beryapti. Hatto menga qo'l ko'tardi. Endi haydamoqchi edim. Bosh doktor, iltimos, o'g'limni ko'zdan kechiring. Qo'li jiddiy shikastlangan. Davolovchi doktor faqat siz yordam bera olasiz deb aytdi. O'tinaman, yordam bering. Yeshanshing, bu bema'nilikni qachon to'xtatasan? Bosh doktor unga e'tibor bermang. Bu ayol yolg'on gapirishdan boshqasini bilmaydi. Diqqatingiz Luam akimga qarating. Bosh doktor, iltimos ko'zdan kechiring. O'g'lim hali juda ham kichkina. U nogiron bo'la olmaydi. Janob Luning ahvoli yaxshi. Bu o'sha bolami? Yaxshi, men bilan yuring. Rahmat. Bosh doktor, bu firibgarni deb Luam akimni tashlab keta olmaysiz. Kasalxona kimnikiligini unutdingizmi? Luam akim boshlig'ingiz. Siz Agar Luam akimning ahvoli yomonlashsa, javobgarlikni bo'yningizga olasizmi? Uning o'g'lini davolashingizga yo'l qo'ymayman. bu Yeshanshing, kimligini tushunyapsanmi o'zi? Bosh doktor o'g'lini davolashini xohlayapsanmi? Nima u oilasida tug'ilganmi? Hoziroq uni bu yerdan olib ketinglar. Qo'yib yuboringlar. Bosh doktor, o'g'limni qutqaring, iltimos. Menga qarshi chiqishning oqibati shunday bo'ladi. Iltimos, qo'yib yuboring. Qo'yib yuboring. Nimalar bo'lyapti?